va ertalabdan bo'libdi-ku. Kompyuterimni ko'raylikchi. Soat 9 bo'ldi. Yaxshigina ko'p uxlabman. Xullas, endi darrov anaqalarni qilish kerak, ishlarni. Xullas, yana merga olib borish kerak. Havoni qaranglar. Hammangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Pavlojon. Bugungi videoda men endi yana ish boshlamoqchiman. Pul topish uchun mashina olmoqchiman albatta. Hozir esa qish, yangi yil o'tib ketdi, lekin hozircha hamma ham yangi yilni tugatib tashlagani yo'q. Xullas, mana atmosferaga qaranglar, juda ham chiroyli. Wow desam ham bo'ladi. Mana daraxtlarni qarang. Qor yog'gan kecha, xo'sh. Mer qani? Mer ana o'tiribdi, mer joyida. Xullas, endi biz o'zimizning ishimizni boshlaymiz. Do'stlar, videolarni yoqtirsangiz albatta like qo'ying. 3K ga ozgina qoldi. 2800 obunachi bo'ldik. Unga ham rahmat albatta. 3K ga ozgina qoldi. Iltimos obuna bo'ling. Like-ni bosib qo'yingizlar. Men maqsadim bunaqa ishlarni qilishimdan albatta mashina sotib olish. Shuning uchun ham men ter to'kib to'xtamasdan ishlayapman do'stlar. Bularni hozir olib chiqamiz. Xo'sh, mana. Bo'ldi, hammasini terib oldim. Endi buni ekib chiqish kerak. Bu yoqqa bularni ham joylashtiramiz. Bo'ldi, endi kartoshkaga. Mana bu xatarga kartoshka bo'ldi. Bu yog'iga endi sabzi ekamiz. Va bu yog'iga aralash. Bundan 4 ta, bundan ham 4 ta. Va mayli sabzidan 4 ta, bu yerda 6 ta bo'lib qoldi. Endi mayli. Mana zo'r bo'ldi. Endi bularni merga berish kerak. Assalomu alaykum mer janoblari. Ha, yaxshimisan Pavlojon? Menga tezroq narsalarni ber. Va sur bu yerdan. Nimaga mer bunaqa qo'pol bo'lib qoldi? Qachondan beri? Xo'sh, mayli endi. Yoki bir nima bo'lgandir. Mana sizning hamma narsalaringiz, qolganlari ham. Va ertaga yana o'ssa, ertaga ham olaman va meni oyligim ertaga berishingiz kerak. Bo'ldi, tezroq ketsangchi. Nimaga turaverasan? Mayli mer. Va nimagadir asabiy mer yoki bir nimani kutyaptimikan? Yaxshi, Pavlojon ketdi. Endi o'zim bu narsamni ko'rib olsam bo'ladi. Nima narsa haqida gapiryapti? Mayli, bilmadim. Mayli, ertaga meni oyligimni berish kerak. Xullas, men ozgina nima desam bo'ladi? Kompyuterimni ko'raman. Juda ham ko'p kompyuter o'ynadim, albatta mazza qilib videolarni ko'rdim. O'zimning videolarimni ko'rib mazza qilib yotdim. Xullas, endi uxlash ham vaqti kelib qoldi shekilli. Qo'limdagini qo'yay birinchi. Endi yotamiz. Pavlojon uxladi shekilli. Endi men o'zim bu narsamni ko'rsam bo'ladi. Tez turib qolmasin deb oldim boray. No'zu. Chunki nimadir bo'lgandaydi. Kimdir ovozi kelayotgandek. Mayli, e'tibor bermaymiz. Shunchaki tuyulyapti shekilli. Buni turishini qara, zo'r. Ketdim hozir
Darrov uyimga boray, hozir Pavlojon turib qolmasin. Rostdan ham bu merni ovozi shekilli, ham merni ovozida eshitildi menga. Chunki mer qani o'zi? Endi ko'raylik. Mer joyidami? Qilyapti. Judayam zo'r ekan. Mazza qilib haydayman. Mana haydaydi. Menimcha buni mashinasi bor. Ha, menga aytmasdan mashina sotib olgan va bu nimaga bunaqa turibdi? Qolmasin o'zi yana. Ha, burchakka qarab turgan ekan, yaxshiyam. Qo'rqib qolmadi. Nima bu? Meni yashin xonasimi bu? Xudoyim, bu mening yashirin xonasi. Tushib ko'raylik. Yopish kerak. Bu mashinani qaranglar. Mer menga aytmasdan yaramas mashina sotib olibdi bu. Hech bo'lmasa tabriklashga ham qo'ymabdi meni, yashirib. O'zim mazza qilib haydayman deb yashirib menga aytmasdan sotib olgan. Yaramas, meni oyligimni to'lamasdan shuncha unga ish qilib beryapman, lekin menga oyligini to'lamasdan o'ziga mashina sotib olibdi. Men ham shu maqsadni qilib qo'yganman, aynan shu mashina edi. Voy. Sekin ovoz chiqarib, qattiq ovoz chiqarib yordi. Nimani ovozi bu? Mer eshitib qoldi shekilli. Qochdik do'stlar. Qochdik. Mer uyg'onib ketdi shekilli. Sekin o'tirib. Yo'q. Qochdik, bu yerdan qochdik. Nimani ovozi edi bu? Xuddi bir mashinanikiga o'xshadi. Xullas, meni mashinamga hech qanday o'g'ri tushmagandek umiddaman. Tekshirib ko'rish kerak. Yo'q, mashinasini tekshirmoqchi. Mana uyimizga boraylik, uyimizga. Bo'ldi. Men uxlab yotibman. Xo'sh, mashinam qani? Mashinam joyida. Menga tuyulgan shekilli. Mayli, borib uxlayman. Uxlayim kelyapti juda. Do'stlar, meni aldab yashirib o'ziga mashina sotib olibdi bu, yaramas. Men oyligimni to'lashni o'rniga shunaqa men xohlagandek mashina sotib olibdi. Hali meni ertaga ko'radi. Xo'sh, men hozir uxlashim kerak, lekin sizlar bilan shu joyda xayrlashaman do'stlar. Bu videoni keyingi qismida albatta merni nimaga bunaqa qilganini albatta savol berib so'raymiz. Nimaga bunaqa menni yashirib mashina sotib oladi? O'shaning uchun ham videoga like bosing, obuna bo'ling. Yoqqan bo'lsa albatta. Xursandman. Endi hammangizga xayr do'stlar.